Assalomu alaykum, yana bir bor assalomu alaykum. Bu joyda qalmoq tashib qo'yib, kuni bilan o'tirsa bo'ladi. Yoningizda choy, novvat qo'yib qo'yib, mana qo'rada shashliklar pishirdi. Juda tinch joy, fikrlab o'tiradigan joy. Baluga qalmoq tashab qo'ysangiz, ora-chorada marinka baluqlar sakrab-sakrab turib suvda mana. O'tdan betdan bir sakrab-sakrab qo'yibdi. Zach marinka baluq ko'p ekan bu yerda. O'zbekistonda boshqa joyi bilmadim, O'zbekistonda eng shirin baluq bu marinka bo'ladi. Bu joylarda marinka baluqlar juda ko'p ekan. Endi bilganimizda qalmoq ko'tarib kelardim. Ushlasam ham, ushlamasam ham, lekin fikrlar tinchlantiradigan joy. Qalb toza, qalb maza qiladi, miya dam oladi. Shu joyda qilsa bo'lar ekan mana. Tinchgina, juda ham tinch. Odam maza qilyapti. Bana aynen hani dokan borarken millette ular hani bir o'zi kabul qildi maylamanlar. Agar bitta qol nomlarni aylan o'ldirib keyin praktik qilishni boshlaydi. Shuning Imutizora Mahmud Damolat bosh. Adib ish demasdan Damogan chiqish kerak. Endi bizlar ish deb jon berib olmaymiz-ku. Damogan tez chiqib turamiz. Odam haqiqatda maza qilyapti mana. Bosh juda ham namovatda. Tapchalarimiz yaxshi, o'tiradigan joylarimiz yaxshi. Havo yaxshi. Suv yuqori kelib turibdi, maza qilib. Muzdek havo. Hozir basseynda cho'milib bolalarimiz. Cho'milib ham bo'ldik. Suv juda muzdek ekan basseynda. Mana endi dam olib o'tiramiz. Ulfatlarni hozir kishi bir sho'rva solishyapti, kechqurunga xudo qolsa bir sho'rva qilamiz.